Agar sizning nomingizda uy, hovli, kvartira, yer uchastkasi yoki ipoteka orqali olingan mulk bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Hozir ko'pchilik yangi qonun chiqibdi. Uylarni tortib olisharkan degan gaplardan qo'rqib qolgan. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, aynan qaysi holatda uy xavf ostida qolishi, qaysi holatda esa hech kim sizning mulkingizga tega olmasligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Video oxirigacha ko'rsangiz, o'zingizni, oilangizni va mulkingizni qanday himoya qilishni aniq bilib olasiz. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam ko'p muammolardan qutuladi. Eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Hech kim sizning qonuniy ro'yxatdan o'tgan, kadastri to'g'ri hujjatlari joyda bo'lgan uyingizni shunchaki kelib tortib olib keta olmaydi. O'zbekiston qonunchiligida mulk huquqi himoya qilinadi. Uy joyini olib qo'yish faqat qonunda belgilangan aniq holatlarda, tartib asosida ko'pincha sud qarori yoki tegishli rasmiy hujjatlar bilan amalga oshiriladi. Lekin muammo shundaki, oxirgi yillarda kadastr, soliq, ijro, bank va sud tizimlari raqamlashtirilib, bir-biriga bog'lanmoqda. Oldin ko'p narsalar ko'rinmay yotgan bo'lsa, hozir qarzlar, taqiqlar, noqonuniy qurilishlar, merosdagi nizolar, garovdagi uylar, ipoteka to'lovlari bo'yicha kechikishlar tizimda tezroq aniqlanmoqda. Shu sababli odamlar oldin hech kim tegmagan edi. Endi birdan xat keldi, ogohlantirish keldi, ijrochi keldi deb hayron bo'lishyapti. Oldin qanday edi? Masalan, odam yerga uy qurib olgan, lekin kadastr qilmagan, yillar davomida yashagan, kommunal to'lovlarni to'lagan, mahallada hamma tanigan, lekin bu hali mulk huquqi to'liq rasmiylashgan degani emas, yoki boshqa misol. Ota-onadan qolgan uyda farzandlardan biri yashab kelgan, lekin meros hujjatlari qilinmagan. Yillar o'tgan, boshqa merosxo'rlar da'vo qilmagan. Keyin birdan bir qarindosh chiqib, ulushini talab qilgan. Mana shunday holatlarda odam uyni tortib olishmoqchi deb o'ylaydi. Aslida esa hujjatlar vaqtida tartibga solinmagani uchun huquqiy nizo yuzaga keladi. Endi nima o'zgardi? O'zgarish shundaki, mulkka doir ko'plab jarayonlar ancha qat'iylashdi. Agar uy garovda bo'lsa, ipoteka to'lanmasa, aliment yoki kredit bo'yicha katta qarz bo'lsa, sud qarori chiqqan bo'lsa, ijro harakatlari tezlashadi. Agar bino noqonuniy qurilgan bo'lsa, davlat yerida yoki boshqa birovning yerida turgan bo'lsa, uni qonuniylashtirish qiyinlashadi. Agar yer davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olinadigan bo'lsa, kompensatsiya masalasi hujjatlar bilan ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bugun uylarni tortib olishadi degan gapni eshitganda, birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Qaysi holatda, qanday asos bilan, qanday hujjatga binoan? Endi kimlar haqiqatan ham xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha qo'rqmasligi kerak? Shuni birma-bir tushuntiraman. Birinchi xavfli guruh ipoteka yoki kredit evaziga uy olganlar. Agar siz bankdan ipoteka olgan bo'lsangiz, uy ko'pincha garov sifatida rasmiylashtiriladi. Bu nimani anglatadi? Siz uyda yashaysiz, egasiz, lekin kredit to'lovlari bo'yicha majburiyatingiz bor. Agar to'lovlarni muntazam ravishda to'lamasangiz, bank sizni avval ogohlantiradi, keyin sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qaroridan keyin esa garovdagi mulk sotuvga chiqarilishi ehtimoli bor. Masalan, bir fuqaro 100 million so'mlik kvartirani ipotekaga oldi. Boshlang'ich to'lov 40 million so'm bo'ldi. Qolgan 320 million so'm 15 yilga bankdan olindi. Dastlab 2 yil yaxshi to'ladi, keyin ishidan ayrildi va akiz oy to'lov qilmadi. Qarzdorlik foizlar va penya bilan birga oshdi. Bu holatda bank birdan uyga kelib, chiqib ket demaydi. Lekin ogohlantirishlar e'tiborsiz qoldirilsa, sud qarori chiqsa, ijro jarayoni boshlanishi mumkin. Shuning uchun ipoteka to'lovida muammo bo'lsa, yashirinmang, telefonni o'chirmang, bankdan qochmang. Eng to'g'ri yo'l restrukturizatsiya, to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqish, muddatni uzaytirish yoki vaqtincha imtiyoz so'rash. Ikkinchi xavfli guruh katta qarzi bor va sud qarori chiqqan fuqarolar. Masalan, odam tadbirkorlik uchun 200 million so'm qarz olgan, qaytara olmagan. Kreditor sudga bergan. Sud qarori kuchga kirgan. Majburiy ijro byurosi ish boshlagan. Agar qarzdorning hisobida pul bo'lmasa, avtomobili bo'lmasa, boshqa mol-mulki bo'lmasa, uy-joy masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu yerda ham nozik jihat bor. Yagona turar joyini undirishga qaratish masalasi qonunchilikda alohida cheklovlar, istisnolar va tartiblar bilan bog'liq. Garovga qo'yilgan uy bilan oddiy yagona uy bir xil emas. Agar uy kredit uchun garovga qo'yilgan bo'lsa, xavf yuqoriroq. Agar garovda bo'lmasa, masala boshqacha ko'riladi. Uchinchi xavfli guruh hujjatsiz yoki noto'g'ri hujjat bilan qurilgan uy egalari. Bu eng ko'p uchraydigan muammo. Odam yer sotib oldim deb o'ylaydi.
lekin aslida qo'lida faqat tilxat bor. Notariusdan o'tmagan, kadastr bo'lmagan, yerning to'yfasi boshqa bo'lgan, qurilish uchun ruxsat bo'lmagan. Keyin u yerga uy quradi. 5-10 yil yashaydi, pul sarflaydi, bolalarni katta qiladi. Bir kuni tekshiruv kelib, bu yer boshqa maqsad uchun ajratilganini yoki umuman davlat zaxirasida ekanini aytadi. Mana shu paytda odam uchun eng katta zarba boshlanadi. Hayotiy misol. Fuqaro chekkaro hududdan 6 sotik yer sotib oldim deb 20 million so'm beradi. Sotuvchi hali kadastr chiqadi, hammasi tanishlar orqali bo'ladi deydi. Xaridor ishonadi. U yerga 300 million so'm sarflab uy quradi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, yer qishloq xo'jaligi yeridir yoki umuman boshqa shaxs nomida. Bunday holatda uy qurib bo'lingani avtomatik ravishda mulk huquqini bermaydi. Shuning uchun men doim aytaman, avval hujjat, keyin pul, keyin qurilish. 4-xavfli guruh, merosni rasmiylashtirmagan oilalar. Ota vafot etgan, uy uning nomida qolgan. Ona farzandlar, ba'zan oldingi nikohdan bo'lgan farzandlar, vasiyatnoma. Ulushlar bularning hammasi huquqiy ahamiyatga ega. Agar meros ochilgandan keyin belgilangan tartibda notariusga murojaat qilinmasa, yillar o'tib nizo chiqishi mumkin. Masalan, uyda kenja farzand yashab kelgan, kommunal to'lovlarni o'zi qilgan. Lekin boshqa 2 aka ham qonun bo'yicha merosxo'r bo'lishi mumkin. Ular bizga ulushimizni bering desa, uy sotilishi yoki ulush ajratilishi masalasi sudgacha borishi mumkin. Bu ham xalq tilida uyimni tortib olishmoqchi deb ko'rinadi. Lekin aslida meros huquqi hal qilinmoqda. 5-xavfli guruh, davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olinishi mumkin bo'lgan hududlarda yashovchilar. Yo'l kengaytirish, ko'prik qurish, metro infratuzilma, ijtimoiy obyektlar qurilishi sabab ayrim joylarda uylar buzilishi mumkin. Lekin bu holatda asosiy masala adolatli kompensatsiya. Agar sizning uyingiz qonuniy bo'lsa, kadastri bo'lsa, mulk huquqi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, siz kompensatsiya talab qilishga haqlisiz. Kompensatsiya faqat devor va tom uchun emas, yerga bo'lgan huquq, qurilish qiymati, ba'zi hollarda ko'chish xarajatlari, vaqtinchalik yashash xarajatlari kabi masalalarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Shuning uchun baholash jarayonida jim turish, nima berishsa olaveraman deyish xato. Kimlar qo'rqmasligi kerak? Agar uyingiz kadastrdan o'tgan bo'lsa, davlat ro'yxatidan chiqarilgan hujjatingiz bo'lsa, uy garovda bo'lmasa, katta sud qarzlaringiz bo'lmasa, yer va uy bo'yicha nizo bo'lmasa, siz vahmaga tushmasligingiz kerak. Lekin baribir hujjatlarni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ko'p muammo aynan meniki hammasi joyida degan ishonch bilan yillar davomida tekshirilmagani uchun chiqadi. Birinchi nozik jihat, propiska mulk huquqi emas. Juda ko'p odam men shu uyda ro'yxatda turibman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Yo'q. Doimiy ro'yxatda turish sizning u yerda yashashingizni ko'rsatadi, lekin egalik huquqini bermaydi. Uy kimning nomida bo'lsa, mulk egasi o'sha. Albatta oila a'zolarining yashash huquqi, voyaga yetmagan bolalar manfaatlari, nikohdagi umumiy mulk kabi masalalar bor. Lekin propiska bilan kadastrdagi egalikni aralashtirmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat, nikoh davomida olingan uy faqat er yoki xotin nomida bo'lsa ham umumiy mulk bo'lishi mumkin. Masalan, er nikohdan keyin kvartira oldi va faqat o'z nomiga rasmiylashtirdi. Xotin mening nomim yo'q, demak menga aloqasi yo'q deb o'ylamasin. Agar uy nikoh davomida umumiy daromad hisobidan olingan bo'lsa, ajrashish yoki nizo paytida ulush masalasi ko'tariladi. Shu bilan birga, agar uy nikohdan oldin olingan bo'lsa yoki meros hadya orqali kelgan bo'lsa, holat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun oilaviy mulk nizolarida hujjatlar va pul manbasi juda muhim. Uchinchi nozik jihat, hadya shartnomasi ham xavfsiz degani emas. Ba'zan ota-onalar uyini bir farzandiga hadya qiladi, keyin boshqa farzandlar norozi bo'ladi. Agar hadya qonuniy, notarial tartibda taraflarning roziligi bilan tuzilgan bo'lsa, uni bekor qilish oson emas. Lekin agar hadya paytida shaxsning ruhiy holati, aldov, bosim, soxta hujjat, huquqiy layoqat masalalari bo'lsa, sudda bahs chiqishi mumkin. Shuning uchun hadya qilayotganda ham, olayotganda ham barcha hujjatlar toza bo'lishi kerak. 4-nozik jihat. Uy sotib olayotganda faqat arzon narxi uchmang. Bozor qiymati 700 million so'm bo'lgan uy 450 millionga sotilayotgan bo'lsa, albatta sababini so'rang. Garovdami, sud nizosidami? Merosxo'rlar rozimi? Uyda voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda turibdimi? Sotuvchining turmush o'rtog'i rozilik berganmi? Kadastrda chegaralar to'g'rimi? Kommunal qarz bormi? Bu savollarga javob olmasdan pul berish katta xavf. 5-nozik jihat. Og'zaki kelishuv va tilxat katta mulk uchun yetarli emas. Qo'shnim halol odam, qarindoshim olmaydi.
mahalla guvoh degan gaplar sudda har doim ham sizni qutqarmaydi. Uy-joy bitimlari notarial tartibda va davlat ro'yxatidan o'tishi kerak. Agar siz 1 million, 100 million, 300 million so'mni tilxat bilan berib yuborsangiz, keyin sotuvchi vafot etsa, fikrdan qaytsa yoki uy boshqa birov nomida chiqsa, pulingizni qaytarish ham, uyni olish ham qiyinlashadi. 6-chi nozik jihat voyaga yetmagan bolalar manfaatlari. Agar uyda bolalarning ulushi bo'lsa yoki ular yashash joyidan chiqarilayotgan bo'lsa, vasiylik va homiylik organlari masalasi paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan ota-ona uyini sotmoqchi bo'ladi, lekin bolaga tegishli ulush borligi sabab ruxsat kerak bo'ladi. Bu tartib bolani himoya qilish uchun qo'yilgan. Shuning uchun bunday uylarni sotish, almashtirish yoki garovga qo'yishda alohida ehtiyot bo'lish kerak. 7-chi nozik jihat, kompensatsiya masalasida baholovchining xulosasini ko'rmasdan rozi bo'lmang. Agar sizning uyingiz buzilish hududiga tushgan bo'lsa, sizga taklif qilingan pul yoki boshqa uy haqiqiy qiymatga mos keladimi? Tekshirish kerak. Masalan, sizning 5 xonali hovlingiz, 6 sotiq yeringiz, qo'shimcha qurilmalaringiz bor. Sizga esa chekka hududdan 2 xonali kvartira taklif qilinsa, bu teng kompensatsiya bo'lmasligi mumkin. Bunday paytda mustaqil baholash, yozma e'tiroz, hokimlikka murojaat, zarur bo'lsa sud tartibida himoyalanish kerak. Birinchi qadam. Uyingiz bo'yicha kadastr hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi ma'lumot, yer uchastkasi chegaralari, uy maydoni, qo'shimcha qurilmalar hujjatda aks etganmi? Barchasini ko'ring. Agar amalda 6 xonali uy bo'lsa, hujjatda eski 2 xonali bino turgan bo'lsa, bu muammo. Qo'shimcha qurilishlarni qonuniylashtirish imkoniyati bormi? Mutaxassisdan so'rang. Ikkinchi qadam, uy garovda yoki taqiqda emasligini aniqlang. Agar uy sotib olayotgan bo'lsangiz, notariusga borishdan oldin kadastr va davlat reyestridan ma'lumot oling. Sud taqiqi, bank garovi, ijro taqiqi, meros nizosi bor yo'qligini tekshiring. Sotuvchining gapiga emas, rasmiy ma'lumotga ishoning. 3-qadam, qarzlaringizni nazorat qiling. Bank krediti, ipoteka, aliment, soliq, kommunal qarz, sud qarori bo'yicha majburiyatlar, bularni e'tiborsiz qoldirmang. Agar to'lay olmayotgan bo'lsangiz, kreditor bilan yozma kelishuv qiling. Bankka ariza yozing. Moliyaviy ahvolim vaqtincha yomonlashgani sabab to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb. Arizani 2 nusxada topshiring. Kirim raqamini oling yoki elektron shaklda yuboring. Ertaga sudda men qochmaganman, muammoni hal qilishga harakat qilganman deb ko'rsatishingiz mumkin. 4-qadam, meros masalasini cho'zmang. Agar ota-ona yoki yaqin qarindosh nomidagi uyda yashayotgan bo'lsangiz, meros hujjatlarini tekshiring. Notariusga boring. Meros ochilganmi? Merosxo'rlar kim? Ulushlar qanday? Vasiyatnoma bormi? Aniqlang. Hamma rozi degan og'zaki gapni hujjatga aylantirmasangiz, keyin farzandlar, nevaralar yoki boshqa qarindoshlar o'rtasida katta nizo chiqishi mumkin. 5-qadam, uy sotib olayotganda hujjatlar ro'yxatini talab qiling. Sotuvchidan kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, turmush o'rtog'ining roziligi, kommunal qarzlar bo'yicha ma'lumot, garov va taqiq yo'qligi haqidagi ma'lumot, ro'yxatda turgan shaxslar haqida ma'lumot so'rang. Agar uy meros orqali o'tgan bo'lsa, meros guvohnomasini ko'ring. Agar hadya orqali o'tgan bo'lsa, hadya shartnomasini ko'ring. Agar uy yangi qurilgan bo'lsa, foydalanishga qabul qilingan-qilinmagani tekshiring. 6-qadam. Noqonuniy qurilishni boshlamang. Yerning hujjati bo'lmasa, qurilish uchun ruxsat bo'lmasa, keyin to'g'rilab olamiz degan gapga ishonmang. Qurilish boshlashdan oldin yerning toifasi, maqsadi, kadastr holati va ruxsat masalalarini aniqlang. Chunki qurib bo'lgandan keyin muammoni hal qilish ancha qimmatga tushadi, ba'zan esa umuman imkonsiz bo'ladi. 7-qadam. Agar sizga buzilish yoki olib qo'yish bo'yicha xat kelgan bo'lsa, darhol yozma javob tayyorlang. Xatni o'qimasdan tashlab qo'ymang. Unda qaysi organ yuborgan, qaysi asos ko'rsatilgan, qancha muddat berilgan, qanday talab qo'yilgan, barchasini belgilang. Keyin barcha hujjatlaringiz nusxasini tayyorlang. Pasport, kadastr, mulk huquqi hujjati, qurilish hujjatlari, baholash hujjatlari, kommunal to'lovlar, fotosuratlar. Hokimlikka yoki tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. Mulk huquqimga taalluqli masala bo'yicha asoslovchi hujjatlar nusxasini, baholash xulosasini va kompensatsiya tartibini taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. 8-qadam. Og'zaki va'dalarga ishonmang. Sizga yaxshi uy beramiz, pulni keyin olasiz. Hozir imzo qo'ying, keyin ko'ramiz degan gaplar xavfli. Har qanday kelishuv yozma bo'lsin. Imzo qo'yishdan oldin hujjatni
oxirigacha o'qing. Tushunmagan joyingiz bo'lsa huquqshunosga ko'rsating. Ayniqsa davom yo'q, kompensatsiyani oldim, ixtiyoriy ravishda bo'shataman degan mazmundagi hujjatlarga juda ehtiyot bo'ling. 9-qadam. Suddan qo'rqmang, lekin muddatlarni o'tkazib yubormang. Agar qaror, ogohlantirish, ijro hujjati yoki boshqa rasmiy xat olgan bo'lsangiz, shikoyat qilish muddatlari bo'lishi mumkin. Ko'pchilik keyinroq boraman deb yurib, muddatni o'tkazib yuboradi. Keyin esa huquqni tiklash qiyinlashadi. Shuning uchun xat kelgan kunni yozib qo'ying, nusxa oling, darhol maslahat oling. 10-qadam. Oilangiz bilan mulk masalasini ochiq gaplashing. Uy kimning nomida, meros qanday bo'ladi? Kimning ulushi bor? Ipoteka kim to'layapti? Qarzlar bormi? Bularni yashirish muammoni kattalashtiradi. Ayniqsa katta yoshdagi ota-onalar uyini hadya qilmoqchi yoki vasiyat qilmoqchi bo'lsa, hamma narsani qonuniy, xotirjam va shaffof qilish kerak. Demak, uylarni tortib olishadi degan gapni eshitib darrov vahimaga tushmang. Qonuniy uyingizni hech kim shunchaki olib qo'ya olmaydi. Lekin ipoteka qarzi, sud qarori, garov, noqonuniy qurilish, meros nizosi, hujjatsiz yer, kompensatsiyasiz buzilish kabi holatlar bo'lsa, xavf real bo'lishi mumkin. Asosiy himoya hujjatlarni vaqtida tekshirish, qarzlarni yashirmaslik, bitimlarni notarius orqali qilish, rasmiy xatlarga javob berish va og'zaki va'dalarga ishonmaslik. Agar sizning uyingiz bo'yicha shubhali holat bo'lsa, bugunoq hujjatlarni bir papkaga yig'ing. Kadastrni tekshiring. Qarz va taqiqlarni aniqlang. Zarur bo'lsa mutaxassisga murojaat qiling. Mulkni himoya qilishda eng katta xato hali vaqt bor deb yurish. Sizning hududingizda ham buzilish. Kompensatsiya, ipoteka yoki kadastr bilan bog'liq muammo bormi? Kommentariyada yozing. Men eng ko'p berilgan savollarga keyingi videolarda alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki mulk huquqini bilgan odam o'z uyini ham, oilasining tinchligini ham yaxshiroq himoya qiladi.